Yuqorqilik siyamizning davomi, hurmatli vatandoshim. Davlat ishlar kotibi Rex Tillerson mundaq ko'rsatdi. Amerika birinchi deganda biz avval davlatning bexatarligini kapolatga ega qilishimiz lozim. Xalqimizni qo'g'dishimiz kerak. Chegaralarimizni va qimmat qarashlarimizni qo'g'dishimiz kerak. O'xshashla faqat iqtisod gullangandila bu nishonlarga yetalaymiz. Faqat harbiy jihatda qudrat topgandila biz erkinligimizni qo'g'diya olamiz. Har qaysi arboblarimiz diplomatik xizmat bilan ko'p shug'ullandi. Ko'ch bor gapni tushunish nimadan darak berdi? Diplomatiya bilan shug'ullandi. Kuchi bor gapni, ya'ni to'g'ri yeydigan gapni, to'g'ri bor gapni tushunish nimadan darak berdi? U tahdid emas. Kaynimizdagi ko'shdir. Chunki kishilar biladiki, biz deganimizni qilamiz. Demak, diplomatiya sohasida ko'p shug'ullandinglar, ko'sh nimadan darak berdi? Harbiy ko'shdan darak berdi. Diplomatiya asos jihatini aytganda bu harbiy ko'shning diplomatiyasi. Sen kuching bo'lsa gap qila olasan, kuching bo'lmasa nima deya olasan hozirgi dunyoda? Bu bizdagi g'arib millatlar, mazlum millatlar shuni his qilyapmizki, kuching bo'lmasa hozirgi dunyoda nima deya olasiz? Shunga hozir Tillerson degan so'z ma'nosi kuch. Diplomatiyaning orqa tarafidagi zo'r kuch bu harbiy kuchdir. Biz shunga deganimizni qilamiz. Davlat ishlar kotibi Tillerson mundaq ko'rsatdi. Men qasam berib vazifaga o'tirgandan keyin uzun o'tmay Chavshan vaziyatining o'rlab ketishiga duch keldim. Buningdan burun sobiq prezident Obama prezident Trumpga Chavshan qo'l tutadigan diplomatiya bu masalasi bo'lib qoladi degan ekan. Buning uchun Amerika avval Burayndagi ittifoqdoshlari Koreya, Yaponiya bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, bu masalaga yuzlanish kerak. O'xshashli Rossiya va Jungoning ifoda bildirishi, ularning Chavshan yarim orolini yadrosizlashtirishni talab qilishi, prinsiplarning o'zgarmasligi Amerikaning xizmati uchun intayin muhim. Biz bu prinsip hali burunla harakatimiz orqali qo'lladik. Ko'p yillar ilgari Amerika yadro qurollarini Chavshan yarim orolidan chekindirib chiqib ketdi. Shuning uchun biz bu rayonda ittifoqdoshlarimiz bilan hamkorlashib, Chavshan yarim orolini yadrosizlashtirish masalasida o'rtaq nishon belgilaymiz. Buning bizning tashqi siyosat va strategik siyosat tuzishimizda intayin zo'r yordami bo'ladi. Davlat ishlar kotibi Tillerson nutqida mundaq to'xtaldi. Ba'zilar balki Amerika Chavshan masalasida tez harakat qilish kerak, qarshi tarafga bosim ishiltish kerak deyishdi. Lekin biz bu qatam o'xshamaydigan taktika ishlatdik. Biz avval Jungo tarafning faraz va qiyoslari to'g'rimi, emasmi tekshirishimiz kerak bo'ldi. Ularning, ya'ni Jungoning Chavshan ko'rsatgan ta'siri cheklikmi yoki ular Chavshanga ko'p ta'sir ko'rsatishni umid qilmamdi. Shuning uchun men prezident Trumpga mundaq dedim. Biz Jungo tarafni kuzatib boqaylik. Zo'r kuch bilan qarshi tarafga bosim ishlataylik. Ularning inkosiga qarab boqaylik. Bu nuqta qarshi taraf bilan hamkorlashishimizni kengaytirishning boshlanish nuqtasi bo'lib qolsin. O'xshashlar ko'pchilik bir vaqtda bizning Chavshan qaratgan pozitsiyamiz ham intayin muhim. Biz qarshi tarafni yadro planidan voz kechishni talab qilamiz. Hargiz qarshi tarafning siyosiy hokimiyatini o'zgartirishni talab qilmaymiz. Bizning Chavshanga qaratgan strategiyamizni ijro qilishimiz navbatda 20%dan 25%gacha davomlandi. O'rinlab bo'ldi. Leksiyaning davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshim.